Assalomu kanalimiz kuzatuvchilari, mana bugun biz ko'rib turganlaringizdek xuddi shu xonadonda o'tgan yili isitish sistemasini qilib bitkizib berganmiz. Mana hozir qor yog'yapti, xonadonda minus sovuq gradus, Andijon shaharda biz. Xudo kat yo'limizni ko'rgani keldik. Mana Hojiqamiz bilan birga kat yo'l yonyapti ekan. Mana hozir 50 gradusga qo'yilgan, 40 gradusga yetib bordi mana. 40 gradusdan 50 gradusga borganda o'chadi. Bemalol ishlab beryapti. Hojiqa bu kat yo'l qanday ishlayapti? Kat yo'l zo'r, gap yo'q. Ne soatdan ne soatgacha yonyapti? Ko'mirga qarab ekan, endi o'tgan yili Shebarkul yaqqanimizda 12 soat, 13 soat yonar edi. 50-60 gradusga qo'yar edik. Bu yil ham 50-60 ga qo'yapmiz. Beli alma deganda oluvdik, hozir 20 soat, 22 soatga yetyapti. Mana shu minus 6-7 gradusga. 19 soatga yetdi. Minus 6 gradus 19 soatga yetdi bemalol. Ko'rib turganlaringiz pasiga tushirmadik. 50-60 ta saqladik. 50-60 ta. Ko'rib turganlaringiz mana shu 300 kvadratli xonadonga qo'yilgan. Mana 300 kvadratli kat yo'limiz. Xonadonda общий necha kvadrat usti? 200 kvadrat. 200 kvadratli xonadonga 300 kvadratli o'zimiz ishlab chiqargan milliy ko'mirli kat yo'limizni stanokga qilingan. O'tgan yili dekabr oyida qurilgan ekan. Hozir ishlab turgan joydan sizlarga mana video qilyapmiz. Belolma ko'mirda sifati yaxshi ekan deyapti. 19 soat hozirgi holatga mana shu minus 6 gradusga mana qor sovuq holatga yonyapti deyapti Hojiqamiz. Mana o'zlarining xonadonida turibmiz. Mana tepasiga jicha o'tin tashab berishibdi. Hozir zapravka qilib yoqishgan ekan. Hali mana o'shana bo'yicha 9 yoqilgan. 9 yoqilgan. Hozir 4 bo'ldi. O'sha o'tin yonib bo'lmabdi. Ertalab 9 yoqqansizlar, to'g'rimi? Ha, ertalab 9 yoqilgan. Mana 4 dan 26 minut o'tibdi. Mana hozir ham o'sha holatda hech qancha ozaymabdi. Juda ham chiroyli bo'lib, xonadon ichkarilari issiq bo'lib ishlab beryapti. Hali ko'pchilik meniki 8 soat ketyapti, 15 soat ketyapti deydiganlar, ko'mirni sifatiga qarab, uyda tepla batareyasini hisobga olib, mana ko'mir rasxod qilishni boshlar ekan. Sizlardan xonadondan shunaqa sistemalar zarur bo'lsa, chiroyli qilib ko'mirli kat yo'llarni sistemalarda zo'r qilib bitkizib beramiz. Videoga bitta like bosib, shu videoni maksimal darajada xuddi shunaqa ko'mirli kat yo'qtarib, qiynalib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz.